Bugun sizlardan kelgan yana bir savolga javob beraman. Spermatozoidlar harakatchanlik sustroq nima qilsa bo'ladi? Hozir 40% erkaklarda urug' harakatchanligi pasayib ketgan. Bunga sabab juda ham ko'p sabablar keltirishim mumkin. Yomon odatlari bor erkaklarda, immuniteti past, vaqtida dam olmaydigan, to'g'ri ovqatlanmaydigan, irsiy kasalliklari bor yoki qandli diabet kasalliklari bor erkaklarda, har doim qon bosimi yuqori yuradigan yoki o'sha jinsiy yo'llardagi yallig'lanishi bor erkaklarda urug' harakatchanligi past bo'ladi va homiladorlik ketishiga sabab bo'ladi. Bunaqa holatlarda nima qilasiz? Birinchi o'zingizga yordam beradigan sabablardan biri bu vaqtida dam olib, stressdan uzoq yurishingiz kerak, ko'proq vitaminga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilishingiz kerak. Qanaqa vitaminlar urug' harakatchanligini oshirishga yordam beradi? Ko'proq vitamin C, vitamin E, omega 3 ga boy bo'lgan mahsulotlarni qabul qiling. Mineral moddalardan selen, sink juda ham katta yordam beradi urug' harakatchanligini oshirishga. Mana shu vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishingiz kerak.